Aritmiyani yurak yetishmovchiligi bilan bog'liqlik jihatlari haqida hozir sizlarga gapirib o'tmoqchiman. Yurak yetishmovchiligi bu alohida bir kasallik. Ya'ni biz buni tibbiyotda yetishmovchilikning ikki xil turi bor. Yurakni o'tkir yetishmovchiligi, yurakni surunkali yetishmovchiligi. Shuning uchun surunkali yurak yetishmovchiligi haqida hozir gaplashamiz. Uni aritmiyalar bilan qanaqa bog'liqligi bor? Demak, aritmiyalarni biz o'zi ikkita katta guruhga bo'lamiz. Birlamchi aritmiyalar bor, ikkilamchi aritmiyalar bor. Birlamchi aritmiya bu nima degani? Kasalning asosiy kasalligi bu aritmiya hisoblanadi. Agar bu aritmiya vaqtida davolanmasa, demak uzoq yil kasal bu aritmiya bilan yuraversa, sekin-sekin yurakning kengayishiga va surunkali yurak yetishmovchiligi olib borishi mumkin. Ya'ni aritmiya yurak yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Shu sababli boshida bemorni yurak noto'g'ri urishi, yurakni tez urishi kabi shikoyatlari bo'lsa, surunkali yurak yetishmovchilik qo'shilgandan keyin bemorda hansirash, havo yetishmaslik, ozgina yursa charchab qolish kabi qo'shimcha shikoyatlar paydo bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarda buni teskarisi bo'ladi. Ya'ni bemorni o'zi surunkali yurak yetishmovchiligi kasalligi bo'ladi. Bu kasallik asosiy kechishi qanaqa bo'ladi? Yurak yetishmovchiligi degani yurak sekin kengayishni boshlab, uni kuchi kamayib ketaveradi. Yurak kengayaversa, demak, yurakning mushaklari tortilaveradi. Tortilgan sari yurakda har xil o'choqlar, ya'ni ikkilamchi o'choqlar paydo bo'ladi. Ya'ni bu bemorlarda qo'shimchasiga aritmiya qo'shiladi. Shu uchun yurak yetishmovchiligi bilan aritmiya juda uzviy bog'liq. Unaqasida ham, bunaqasida ham, demak, kasalni birinchi holatda aritmiyasi davolansa, ikkinchi holatda kasallik surunkali yurak yetishmovchiligi davolanadi. Agar aritmiya yurak yetishmovchiligi davolangandan keyin kamayadigan bo'lsa, aritmiyaga tegmaymiz. Agar kamaymaydigan bo'lsa, aritmiya ham davolanadi. Shu sababli sizda unisi bormi, bunisi bormi, buni albatta kardiolog shifokori sizni chuqur tekshirgandan keyin to'liq informatsiyani sizga beradi.